Amerika Tashqi ishlar ministrligi Xitoyning Uyg'ur va Tibet siyosatini tanqid qilgan Enes Kanterni qo'lladi. Amerika davlatlik basketbol birlashmasi NBA'da top o'ynaydigan turk cho'lpini Enes Kanter 22 oktyabr Twitterda so'z qilib, Xitoyni Uyg'ur lager tutqunlarini bo'shatishga, Uyg'urlarga erkinlik berishga chaqirgan. Enes Kanter buning sal oldida Tibetlarga erkinlik talab qilganligi sababli uning komandasi Boston Celtics Xitoy va Rossiya dېڭىز ئارمىيىسى 10 ayning 17 kunidan 23 kunigacha تۇنجى قېتىم G'arbiy Tinch okeanda birlashma chorlash elib bordi. İgilənişə, iki dövlət dېڭىز armiyasidan cəmi 10 paraxod və 6 tik uçar çarlaşqa qatnaşqan. Çarlaşның iki dövlət armiyasi o'tirsidagi doimliq faoliyat ekanligi, hech qandaq uchinchi tarafning nishon qilinmaganligi bildirildi. Shimoliy Koreya Amerika hukumatining Tayvanni parvozsiz qo'llashining o'z navbatida bu rayondagi harbiy jiddiylikni kuchaytirayotganligini o'tirib qo'ydi. Shimoliy Koreya muavin tashqi ishlar ministri Pak Myong-ho bayonotida Amerikaning Tayvan bo'g'izida urush paraxoti avatganligi, Tayvanni qurol sistemasi bilan ta'minlaganligi va harbiy mashq bilan ta'minlaganligini tanqid qildi. Afg'onistonning sharqida Nangarxar o'lkasida Talibanning mashinasi bomba va qurolli hujumga uchirdi. Hujumda Talibanning 2 a'zosini o'z ichiga olgan 3 kishi qazo qildi. Hozirgacha hech kim bu hujumning javobgarligini ustiga olmadi. Qirg'iziston prezidenti Sadir Japarov Turkiya va Rossiyadan qurolli uchquchisiz aeroplan setib olganligini e'lon qildi va biz boshqalar bilan urush qilish uchun uchquchisiz aeroplan setib olmaymiz. Davlatning bexatarligiga kafolatlik qilish uchun uchquchisiz aeroplan setib olamiz dedi. Bu yilning beshida prezidentlik vazifasini ustiga olgan Qirg'iziston prezidenti Sadir Japarov poytaxt Bishkekda o'tkazilgan tunji qitimliq yillik axborot e'lon qilish yig'inida navbatdagi masalalar haqida to'xtaldi. Dunyodagi eng chong neft eksport qiladigan davlat bo'lgan Saudiya Arabiston 2060-yilgacha karbon oksid qo'yib berishni butunlay oxirlashtiradiganligini bildirdi. Saudiya Arabistonning valiahdi shahzoda Muhammad bin Salman shanba kuni Riyodda davlatining 2060-yilgacha karbon oksid qo'yib berish miqdorini nolga tushiradiganligini e'lon qildi. Germaniyaning Shimoliy Reyn-Vestfaliya shtatining Remşit shahrida Diyonat ishlari Turk islom birlashmasi tomonidan selingan markaziy masjid ibodatga echib etildi. Germaniya Remşit shahridagi markaziy masjidning qurilishi 2014-yil 2-oyda boshlangan bo'lib, masjidda 500 odam bir vaqtda ibodat qila oladi. Bir munorliq bu masjidning yana mashina to'xtatish maydoni, zamonaviy darsxona va yig'in zali bor.